Привет, men qadrli любимчиklarim. Bugun sizlar bilan hamma tayyorlab ko'rgan, lekin men tayyorlamagan qurtobani tayyorlab ko'ramiz. Qani ketdik. Birinchi bo'lib shuna tayyor xamirlar pishirgan jo'natvordim qallama uchun. Qallamasini ham o'zim pishiretsam, uy tozalab kech qolib ketdim. Shuning uchun ulgurmayman deb o'yladim. Keyin har bitta qurutni chopperga solib chiqdim maydalash uchun. Menga bu ovqatda eng yoqqan joyi shu qurutni maydalagan jo'natish bo'lar ekan. Bori chopperga soldimda yaxshilab 3-gradusida aylantirib tashladim. Mayda un bo'ldi-yu. Agar qurutga issiq suv qo'shib yeb ko'rsalang, ta'mi prosta wow bo'lar ekan o'rtoqlar. Endi bo'lsa navbat go'shtga. Go'shtni yaxshilab shunaqa qilib to'rg'ab olar ekanmiz. Keyin sariyog'da qovurish kerak ekan. Sariyog'da eritib olgandan keyin sirazi go'shtlarni qovurishni boshladim. Ziravorlar solib, piyoz to'rg'adim, chunki ustiga shakarob qilib solish kerak ekan. Aytgancha o'rtoqlar, men blogerlik kursini ochmoqchiman. Ya'ni video shaklida darslar tayyorlamoqchiman va bu darslar Telegram kanalimga tashlamoqchiman. Kimga blogerlikni o'rganish qiziq bo'ladigan bo'lsa, profilim shapkasidagi silka orqali Telegram kanalimga o'tib olsanglar bo'ladi. Achchiqni yaxshi ko'rganim uchun shunaqa qilib qalampir to'rg'adimda go'shtni ichiga sovordim. Ungacha qip-qizil bo'lib pishib chiqibdi qallamalarim. Ularni ham yaxshilab maydalab oldimda, ustidan qurutni quyib chiqdim. Qatlama shunaqa shimib olar ekan, qurutni yumshoq bo'lib qolar ekan bor o'rtoqlar. Qurutni ustidan sirazigan go'shtni solib turib, ustidan sariyog'ni quyar ekansizda, keyin shakarobni ustiga qo'yib chiqar ekansiz o'rtoqlar. Ko'ringlar, valla qanaqa zo'r bo'lar ekan. O'zim qanaqa chiqdi ekan deb o'ylab ko'rdim, bitta yeb ko'rib jinni bo'lib qoldim. Sizlar ham qilib ko'rishinglarni tavsiya qilaman. Tayyorlab ko'rganlar bo'lsa kommentariyada yozinglar, rostdan ham zo'r narsa ekan.